Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hamberilishni unutib qolmasliklarini umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz Uyg'ur krizisi haqida Dunyo musulmonlarining inkosi nomli yumaloq ustal yig'in to'g'risida bo'ldi. Bugungi aziz mehmonimiz Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, shundaqla Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandi. Suhbatimizga xush keldingiz Ömer aka. Rahmat, xush bulduk. Bir nima tuzib qo'yay, men Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi deb qoldingiz. Men ijroiya komiteti raisi xato bo'lib qoldi. Kechiringlar. Muavin raisi. Shuni tuzib. Rahmat. Endi suhbatimizni rasmiy boshlaylik. Oldi bilan bir xo'shallikni ko'ruvchilarimiz bilan o'rtoqlashsak deyman. Yana Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotini bu ikki tashkilot yillardan buyon Uyg'ur rayonidagi dafsandichilik va zulmni fosh qilishda ulgulik rol o'ynagan deb 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotining kollektiv nomzodligiga ko'z tutdi. Bu ish murojaatdagi Uyg'urlarni alohida suyundirdi va bizni cheksiz g'ururlantirdi. Buning uchun sizlarni qizg'in tabriklaymiz. Buning bilan birga bu nomzodlik ko'rsatishning orqa ko'rinishi. Shundaqla bu nomzodlikning qanday bir tarixiy ahamiyati bor, bu to'g'riliq so'zlab bersangiz rahmat. Rahmat. Sizni degandek bu Amerika Davlat Majlisininki ikki a'zosi bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatini 2022-yillik bu Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatdi. Bu albatta bizning uchun faxrlanarli bir ish va bu albatta bu butun bizga emas, albatta Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati uchun emas, butun shu Uyg'urlar uchun harakat ilib berayotgan, faoliyat ilib berayotgan dunyodagi butun Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari vakolatan bizga berilgan bir bizni ko'rsatilgan bir nomzodlik deb qarayman va shu butun tashkilotlarninki, Uyg'ur tashkilotlarininki butun dunyodagi elib berayotgan faoliyatlarininki xalqaro jamoat tarafidan e'tirof qilinganligi deb qarasak bo'ladi buningga. Zaten bu Tom Suvazi bu ikki davlat majlisi a'zosining biri shu bizni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatini bu mukofotga nomzod ko'rsatgan ikki davlat a'zosining biri degan yozgan xatida shunda degan, ya'ni bu Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik uzun yillardan beri hech kim bilmay bu davomlashgan gap, davomlashayotgan bir qirg'inchilikdi uzun yillardan beri. Buni dunyo jamoatchiligi buni toza bilinmagan, bundan xabardor bo'lmagan. Shu Uyg'ur tashkilotlarining Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati va dunyodagi butun boshqa Uyg'ur tashkilotlarininki faoliyatlari tirishchanligi natijasida bu masala dunyodagi hozir eng asosli masalalarning biriga aylandi. Dunyo jamoatchiligi bundan xabar topdi deb o'zining xatida yozgan. Shunga o'xshash bu bu nomzod ko'rsatish albatta butun Uyg'ur tashkilotlarininki yillardan beri ilib berayotgan faoliyatlarininki dunyo jamoatchiligi tarafidan e'tirof qilinganligi desak bo'ladi. Yana birisi bu, ya'ni bu Olimpik tanharakat yig'ini o'tkazilayotgan bir paytda Beijingda bu Xitoyga berilgan kuchli bir signal. Ya'ni buning bilan sen bu Olimpik tanharakat yig'inini o'tkazish orqali bu ilib berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni sen yapolmaysa, buni hech qachon xalqning ko'zidan uzoq tutolmaysa deganlik deb qarayman. Köpten köp rahmat Ömercan aka. Endi suhbatimizniki asosiy temasiga qaytib kelaylik. Yana
Uyg'ur krizisi haqida dunyo musulmonlarining inkas nomli yumloq ustal yig'ini İstanbul'da nihoyatda g'alabali kechildi. Buni biz xabarlardan ko'rdik. Hozir musulmonlar dunyosini qo'zg'atish Uyg'ur davosida nihoyatda muhim bir masala bo'lib qoldi. Va nurg'un tirishchiliklar orqasida musulmonlar tashkilotlari borgan sari Xitoyga qarshi ovoz chiqarishga boshladi. Mesela aldığım günlerde barlıq İslam mezhepleri ve fikir yıkımındaki Müslüman dini ulemalarınınki dünyadaki tuncu ve en çok çigiralıqıga ammaviy teşkilatı Yarışari İmamlar Kengişi özlerinin Dünya Uyghur Kurultayı bilen bir sep tuturduğanlıqını ta'kidlab bayonot berdi. Muşunda bir vaqtda Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu'nun İstanbul'da açқан Uyghur krizisi haqida Dünya Müslümanlarının inkası namlıq bu 2 kunlik yig'inlarniki asosiy mazmuni nima bo'ldi, qanchalik tashkilot bu yig'in qatnashdi? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz, rahmat. Siz aytgandek bağan siri bu gerçi İslam dünyasıdan, İslam devletlerinden hiç avaz çıkmagan bolsa-mu, bu Xitoyninki Uyg'urlar qarta ilib berayotgan, Sharq Turkistonda ilib berayotgan bu qirg'inchilik harakatiga ve qarshi ovoz chiqarmagan bolsa-mu, bu Müslüman teşkilatlar dünyadaki hareketga o'tdi ve her qaysi devletlerde bu Müslüman teşkilatlar özlüğüden bazıları Dünya Uyghur Kurultayı'nın ve başka Uyghur Şarkı Türkistan teşkilatlarının ki Türkçesi bilen bu hareketki ötüp bu ırkı kırgınçılık karşı namayışlar ilip veriyordu, her türlü faaliyetler, bayanatlar ilan kılıyordu. Şunun için biz hem de bir yerde bu dünyadaki şu faaliyet, özlüğün faaliyet ilip veriyorken Müslüman teşkilatlarını bir yerge ilip kilip, bir yerge cem kılıp bulanınki nimi kılıvatkallığı üzerinin her qaysı devletleri de ve onun dikince bulanın bir tecrübe almıştırışı, birbiri bile tonuşu, onun dikince kolektif halde yani dünya miqyasida birlikte faaliyet ilip veriş bir tüzümünü kuruş, şundaq bir maqsadga eriş üçün bu teşkilatlarını biz İstanbul'da yığdık. Mesela bu yığınğa 22 teşkilat qatnaşdı. Türkiye'den bulup, Amerika'dan bolsun, Angliyadan, Fransa'dan, onun dikince Malezya'dan, Endonezya'dan bulup 22 teşkilat qatnaşdı. Bir yerde bu teşkilatlar hemmesi üzlerininki turayotgan devletlerde nima qilayotganlarini, qandaq faoliyat ilib berayotganlarini, bu irqiy Uyg'urlar qarta ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni o'zininki jamoatiga tonishtirish, u yerdagi siyosatchilarni bir harakatga o'tkazish, siyosatchilar orqali hukumatni bir qaror ilishga majburlash uchun qanday faoliyatlar ilib berayotganligini nayt yaxshi tafsili anlattı. Bu onundikin hamma devletlerden, her qaysi devletlerden kelgan bu vekiller, bu teşkilatlarınki rehberleri özlerininki teşkilatlarınki faaliyetlerini anlattı. Algan tecrübelerini, qo'lga kelgan tecrübelerini ilib berayotgan faaliyetlerini bularni anlattı ve nayt yaxshi bir yig'in bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bir-biridan bular o'rgandi, bir-birining tecrübelerini anladı, qandaq faoliyat ilib borsa texmi unumli bo'lganligi, qandaq o'zininki jamoatiga va yerdagi jamiyatga ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risida nurg'un yaxshi tecrübe almashtirish bo'ldi. Bu nimalarda bo'libmi, sizmi degandek hozir Müslüman teşkilatlarda bir hareketleniş var. Bununki yanı bir maqsadi hamda biz şu Avrupa'dan, Şimal Amerika'dan biz nimalarni ilib keldik, bu teşkilatlarning rehberlerini bir yerga taklif qilib ilib kelib bir yerda tecrübe almashtirdi. Bu maqsad yani bir yerdan Müslüman devletlerini bir hareket keltiramadik. Afsus, şu Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiyga qarshimi hech qandaq bir Müslüman devletdan bu ovoz chiqmadi bundan qarshi. Gerçi G'arb devletlerinde nurg'unlagan devletler Xitoyninki Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarta va boshqa Turkiya xalqlar qarta ilib berayotgan
bu bastırış siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, musulmon davlatlar hozirga qadar bundaq bir harakatda bo'lmadi. Hatto Xitoy bilan hamkorlashayotgan ahvol nihoyat ko'p va ko'plagan musulmon davlatlar Xitoyni qo'llab, Xitoyninki Uyg'urlar qarta elib berayotgan shu irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llab bayonotlar berdi. Bu nihoyat afsuslanarli bir ish. Albatta Sharq Turkistonda Uyg'urlarga boshqa Turkiya xalqlariga qarta elib berilayotgan bu irqiy qirg'inchilik bu yalnız bu musulmon Uyg'urlar emas, butun musulmon dunyosi qarta elib berilayotgan bir qarshi bir harakat. Chunki u yerda qiynalayotgan, u yerda azob ko'rayotgan, u yerda chiqilib buzilayotgan butun musulmon xalq, musulmon islomiy asarlar, islomga qarshimi bu elib berilayotgan bir harakat. Shuningga shuni ko'rib turib, islom dunyosining hozirga qadar bu hech ovoz chiqarmaganligi, jim turishi, hatto nurg'unlagan musulmon davlatlarningki bu Xitoyni bu siyosatni qo'llab bayonotlar berganligi, qo'llayotganligi albatta ichinarli bir islom dunyosi nimasidan ichinarli bir nima. Bu albatta Xitoyninki bir tarafdan Xitoyning besimi, iqtisodiy manfaatlar shuningga sabab bo'lyotdi. Buning uchun biz o islom davlatlarida shu Turkiyadan boshqa, ya'ni boshqa bir 2-3 islom davlatlaridan boshqa davlatlarda bunda faoliyatlarni xalqni bu nima bo'layotganligi to'g'risida xabarlantirish, xalqni harakatga keltirish uchun bir faoliyat elib berishimiz mumkin bo'lmadi. Buning uchun biz shu Shimoliy Amerika va Avropada yashayotgan musulmon jamiyatlarga yaqinlashdik. Mushular orqali bu davlatlarni bir harakat keltirishga, bu siyosatchilarni musulmon islom dunyosidagi siyosatchilarni bir harakat keltirishga tirishyapmiz. Bu nima desin? Masalan, deyli, Angliyada 500 ming Pokistonlik musulmonlar bor Angliyada. Amerikada necha 100 ming musulmon bor, har qaysi davlatlardan kelgan. Bu bularninki shu Shimoliy Amerikada bo'lsin, Avropada bo'lsin, nurg'un tashkilotlar bor. Shu musulmon davlatlardan kelib Avropa davlatlariga ya Shimoliy Amerikaga o'rinlashgan, mishada yashayotgan, mishaninki grajdani bo'lib 10 yillardan beri mishada yashayotgan musulmonlar bor. Lekin bularninki texcha o'zlarininki davlatlari bilan nihoyat yaqin munosabatlari bor va u yerda bir ta'siri bor. Biz endi shu Avropa, Amerikadagi musulmon tashkilotlarni qo'zg'ash orqali, bularni bir harakat keltirish orqali musulmon davlatlarga bir ta'sir ko'rsatishni maqsad qilyapmiz. Shuning uchun faoliyat elib beryapmiz, shuning uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Bu nima? Buningki yana bir maqsadimi bu yig'inninki shu Avropa, Shimoliy Amerikadagi musulmon tashkilotlarni texmo kuchli harakatga qanday keltira olamiz? Bular birlashib harakat qilsa texmo yaxshi natija berdi deb shuni maqsad qilgan bir yig'inti. Bu deganimdek bu yig'inda yaxshi bir tajriba almashtirish bo'ldi. Bizning bu bir maqsadimiz zaten shu tajriba almashtirish. Uningdan keyin bir dunyo miqyosida bir harakat qiladigan bir musulmon birligini qurish, musulmon ittifoqini qurib chiqish, shu Uyg'urlar uchun xizmat qiladigan shu maqsadimizga yetdik deb o'ylayman men. Chunki bu İstanbul yig'inininki oxirida bu yig'in qatnashgan tashkilotlarning hammasi bu shu Xitoyninki irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun faoliyat elib berish uchun to'xtatish maqsadida faoliyat elib berish uchun bir hamkorlashishni qabul qildi. Shuning uchun bir birlik keldi va bir bayonnoma e'lon qildi. Bu yerda biz bu maqsadimizga erishgan bo'ldik.
Köpten köp rahmet. Nəhayət təfsili tushuntirib berdiniz. Hamda ikkinchi temaga kelsak, yig'in qatnashgan musulmon tashkilotlarning Uyg'ur krizisiga qanday bir qarshi bor ekan? Ular qaysi nuqtalarga bakroq ko'ngil bildi ekan? Ularda Uyg'urlar hozir uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish haqida bir o'rtaq bir qarash mavjudmi ekan? Bu to'g'riliqmi? Ularningki o'ylaganlarini so'zlab bersangiz. Rahmat. Bular elbette bularınki özü bu Müslüman teşkilatlar bu nemeden haberde elbette bunun şu irqi qirg'inchilikni to'xtatish uchun o'zlarininki davlatlarda qaysi shaklda faoliyat olib borsa eng unumli bo'ldi deb har qaysi davlatlardagi tashkilotlar o'zlariga xos masalalarni, temalarni nima tutib va nishon qilib shu faoliyatlarni ilib beryapti. Bizningki bo'libmi bu Indoneziya, Maleziyadagi musulmon tashkilotlarninki faoliyatlarini nihoyatda unumli faoliyatlar ilib borayotganligini ko'rdik. Ular bilan uzun zamondan beri bizning hamkorligimiz bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2019-yili bu yerga bir hay'at avatgan. Bu seferdə mən batdım. Bu Indoneziya ve Maleziyaga elib berilgan ziyarette. Şu ziyaret jarayonimizda zaten bununki ulunu sağan uyada şu faaliyetlerini qanday elib berish to'g'risida uyadagi ba'zi musulmon tashkilotlar bilan tanishib, u musulmon tashkilotlarni harakat keltirish uchun tirishgandik. Şu vaqtdan beri bu hamkorlik davomlashyapti. Mesela ama Müslüman devletlerde elbette bu faaliyetlerini şu devletlerinki halkı en kızıkan, şu halkını hareket keltireleydiğen temalarını tanışımız gerekti. Mesela değil bu oyuluşup mesela Malezya'da qanday hareketler var. Malezya'da halkınınki Uygurlarının ançalar haberi yok. Bularni avval tanıştırış gerekti. Sharq Turkistonda tanıştırış gerekti. Nim bo'lyapti bu yerda. Faqat bu yerdagi Xitoyning tashviqoti bo'libmi bu shu nimada Malayziya va Indoneziyada bak kuchli. Buning uchun masalan ular o'zlariga xos bir temani tanlabdi. Masalan deyli Malayziyada bir cho'ng bir harakat bor. Bu harakatninki faoliyatlari nihoyatda unumli bo'lgan. Bu harakat Uyg'ur mechitlarini qutqizayli degan nimada masalan. Shu mechitni qutqizayli degan nima? Mechit degandiki, masjid degandiki bu musulmonlarningki bir xil ta'sir nima diqqatini qo'zg'aydi deb mush temani tanlagan. Nihoyatda kichik tema bilan ba'zi yerlarda masalan Uyg'ur non deb neyni tanishtirish, Uyg'ur tamoqlarini tanishtirish orqali bir faaliyetler ilib berilgan gap. Şu şekilde bu xalqdan kelgan bir nima bu hazırımdı. Xalqni qo'zg'ash orqali siyosatchilarga ta'sir qilish orqali hukumatlarni harakat keltirish bir strategiyasi bilan mangan gap. Malayziya, Indoneziyada hozir Malayziya va Indoneziyada Uyg'urlarni qo'llayotgan harakatlar nihoyatda kuchli. Mesela çoğun teşkilatlar var. Mesela bizning yig'inimiz qatnashgan, mesela MAPIM deymiz. MAPIM degan teşkilat şu Malezyadagi 89 teşkilatning a'zo bo'lgan bir cho'ng bir qurilma. Bu teşkilatni bizning yig'inimiz qatnashdi. Shu bayonotimizga qo'l qo'ydi. Shu İstanbul'da e'lon qilingan bayonotga. Undan keyin Malaysia for Uyghur, Uyg'urlar uchun Malezyaliklar degan bir harakat bor. Buningki 46 tashkilot buningga a'zo. Shu tashkilotlar orqali hozir nurg'unlagan andikin mechitlarning ichida tashviqot ilib berilgan gap. Indoneziyada bo'libmi, u yerda nurg'unlagan Prima degan harakat bor, Pamasta degan bir guruhlar bor. Shu yoshlarninki guruhlari, din ayollarninki tashkilotlari hammasi shu birlashib o'zlari shu Malezyaliklarning, Indoneziyaliklarninki diqqatini eng ko'p tortadigan masalalarni o'tirib qo'yib turib, Uyg'ur masalasini
bu aslında Uygurlar karta elip beriyotgan qirg'inchilikni tunuşturishga tirishyotidu. O'zining xalqiga u yerda faoliyatlar unumli elib berilyotidi. Masalan, Angliyada deyli, bu Angliyadagi musulmon tashkilotlar o'tganda masalan 50 tashkilot birlashib cho'ng bir Xitoy elchixonasi oldida balki hammamiz ko'rdik uni o'tgan yili 7-oyda cho'ng bir namoyish elib bordi. Bu namoyishda minglagan kishi qatnashdi. Shu Avropada balki Uyg'urlarni qo'llab elib berilgan, ya'ni musulmonlar tarafidan elib berilgan eng cho'ng namoyish desak bo'ladi. Shu namoyish Avropada bu Londonda elib berildi. Bu tashkilotlarmi o'ziga xos. Nimada? Bu yerdagi tashkilotlarning bo'libmi o'zlarininki, masalan, Pokistonlik qarindoshlarimizningki rahbarligida bu elib berilgan bir namoyish bo'ldi. Bu namoyish orqali bular ijtimoiy taratqularni ishga selish orqali bular vositasiyle o'zlarining xalqi bilan, Pokistondagi xalqi bilan munosabat qurish orqali Pokistondami kuchli bir, chunki Pokiston hukumati butunlay Xitoyni qo'llaydi. U yerdagi irqiy qirg'inchilikni hech qachon o'zlarining matbuotlarida bermaydi. Ba'zi hatto uni inkor qilayotgan bir paytda bu yerdagi Pokistonlik musulmonlar bu harakatlari orqali Pokistondagi musulmonlarni bu irqiy qirg'inchilikdan xabardor qilib, u yerdagi o'zining xalqiga ta'sir yetkazadi va u yerdami hozir bir harakatlar bor, siyosatchilarni qistavotgan gruplar bor. Bu haqda bir o'zinglarniki pozitsiyasini ko'rsatinglar, e'lon qilinglar deb, bundan qarshi bir nima denglar deb. Shundaq har nimada o'ziga xos faoliyatlar elib berilyapti. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda zo'r bir natija bilan bu yig'in oyoqlashibdi. Hamda bu yig'inninki davom bo'lamdi. Uningki yana nima bor? Masalan, deyli hozir dunyoda bir Christian Coalition for Uyghur deganda Uyg'urlar Hristiyanlar bir birligi bor. Uyg'urlar uchun faoliyat elib beryapti. Bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun o'sha olimpik qarshi nurg'un faoliyatlar elib berildi bu guruhlar orqali. Shunda bir guruh bor. Masalan, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Hristiyanlar birligi degan. Undan keyin yana dunyoda dunyo miqyosida faoliyat elib berayotgan Yahudilarning tashkilotlarining bir nimasi bor, harakati bor. Masalan, Jewish Coalition for Uyghur deydi. Uyg'urlar uchun faoliyat elib berayotgan Yahudi tashkilotlar birligi bor. Shuningga o'xshash hozirgacha dunyoda musulmon tashkilotlarning bir birligi yo'q deyamdi. Dunyo miqyosida o'zlarining faoliyatlarini bir-biriga moslashtirib elib boradigan bir harakat bo'lgan chog'da butun dunyo miqyosida bir harakat qo'zg'aydigan, har qaysi davlatlarda birlikda faoliyat elib boradigan, masalan, bir namoyish qilinadigan chog'da butun dunyoda bir vaqtda, bir kunda hammasi birlab chiqa oladigan, namoyish qila oladigan, bir xat yozilsa masalan bir yerga hammasi uning qo'l qo'yib birga avatalaydigan manda bir birlik yo'qdi. Bu da qitim o'sha Istanbulda ichilgan yig'indan keyin shundoq bir birlikninki uli silindi va qurildi. Bayonotimi bu birlikninki bayonoti albatta e'lon qilindi. Buni hammanglar ko'rgansizlar. Hakikaten nihoyatda zo'r natija bilan bu yig'in oyoqlashibdi. Hamda biz oldingi bir necha yilda nurg'un siz degandek musulmon tashkilotlarininki nihoyatda zo'r namoyishlarni, bizni qo'llashlarini ko'rib turyapmiz. Buning uchun sizlarniki xizmatinglarga texnik utuq tilaymiz. Hamda shu yig'in nihoyat yaxshi oyoqlashibdi. Bununki yig'inninki yana davom bo'lamdi o'xshash shu yig'inning. Anidikan qandaq bir nishonga yetdinglar, bu to'g'riliqni so'zlab bersangiz. Rahmat. Biz birinchi albatta bu yig'inninki davomi bo'ldi. Hozir bu birlikka qo'shilayotgan nurg'un tashkilotlar bor.
Mesela Indonezya'dan, Malezya'dan, şu Avrupa'dan başka teşkilatlar bizga Amerika'dan hatta iltimos qilib, biz şu birlikka qo'shilamiz deb iltimos qilgan tashkilotlar kundan kunga ko'payyapti. Demakki bu birlik bu 22-23 tashkilot bo'lmaydi. Balki necha yuz tashkilot bo'lib ketishi mumkin bir necha vaqt ichida. Tez bu ko'payyapti. Buningga qo'shilgan hamkorlikni birga hamkorlik qilamiz degan tashkilotlarning soni. Onun dikinse bu nima hamma tashkilotlar shundan qatnashgan tashkilotlar mesela nimalarni qiladiganligi to'g'risida bu yerda o'zlarininki maqsadlarini aytdi. Masalan deyli o'tgan yili deganimdek Londonda 50 musulmon tashkiloti bir araga kelib eng keng ko'lamlik bir cho'ng namoyish elib borganti shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi ve şu nimaga Beijing Olimpiyaga qarshi namoyish elib bergan. Hamda bu yilmi bular texmo keng ko'lamlik bir namoyish elib berish. Bu namoyishni yalnız Londonda emas, Angliyaning boshqa shaharlarida shu yig'inga qatnashgan musulmon tashkilotlarning hamkorligida bundan keyin qo'shiladigan bu hamkorlikqa qo'shiladigan tashkilotlarning hamkorligida dünyanın başka devletlerinde mi birlikte elip beriş. Mesela deyli şu namoyish elip beriş imkaniyeti bo'lgan Müslüman teşkilatlar, Müslüman devletlerde mi birlikte elip beriş. Mesela Amerika'da aynı vakitte de şu nima qilsa London'daki namoyish bo'lgan chog'da 7-oyda bo'lgan o'tgan yil 27-oyda bo'ldi. Şu 7-oydagi namoyishda Londonda emas, Angliyaning boshqa shaharlarida Avrupa'nın başka şehirleri, Avrupa'nın başka devletleri de şunu o'xshash Amerika'da başka Müslüman devletlerden mesela şu namoyish qilish imkoniyati bo'lgan mesela Türkiye, Malezya, Indoneziyaga o'xshash Müslüman devletlerinde birlikte elib berish nimasi qarori ilindi. Ondan keyin shu Ramazondan kelar Ramazongacha nima ishlarni qilish to'g'risida bu yerda nurg'unlagan muzokaralar bo'ldi. Qandoq Uyg'ur masalasini yana tirik tutib turish uchun Uyg'ur masalasini dunyo kun tartibida tutib turish uchun bu musulmon tashkilotlarniki o'z davlatlarida ya yashayotgan davlatlarda bu qanday faoliyatlarni ilib boradiganligi bu muzokara qilindi. Masjidlarda qanday faoliyatlar ilib berildi. Musulmon xalqlarni qo'zg'ash uchun qaysi temalarni oldiga surib turib mangsa musulmon u yerdagi musulmon xalqlarni musharakatga qatnashtirish, bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakat qildirish uchun nimalarni qilishimiz kerak degan masalalar o'tirg'a qo'yildi. Masalan Malezyadagi Uyg'ur masjidlarini qo'g'dash, saqlab qilish degan harakat bu nima jarayonda qanday faoliyatlarni elib beryapti. Şu harakat nihoyatda unumli bo'libdi. Chunki boshqa turli xalqningki diqqatini qo'zg'ash nihoyatda qiyin bo'lgan gap. Bu yerdagi irqiy qirg'inchilik degan nimagami xalqning diqqatini qo'zg'ash uchun avval u yer nima bo'lyapti deganni bularningmi o'zininki bir bevosita bir munosabatlantirish uchun shu Xitoyninki Uyg'urlar qarta ilib berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni ularga munosabatlantirish uchun masalan Maleziyani shu musulmon islom nimasini qo'zg'asak u yerda xalq texmo bunga diqqat berdi, texmo ularning diqqatini qo'zg'aymiz deb shu harakatlar u yerda kuchaytirildi. Indoneziyada bu harakatlar kuchaydi. Chunki Xitoy nihoyatda aktiv nimada Indoneziya Malezya'da pek aktif, pek diplomatik nimasi güçlük. Gerçi mesela Endonezya naiti bir en çok İslam devleti olsun mu? Xitay üyede Xitay'nın hareketleri, Xitay'nın bismi, Xitay'nın tesiri naiti güçlük. Güçlük bu başka hatta üyedeki Müslümanlar ne bu şunun işendiriş. Xitay'nın Uygurlar kartamışında bir Müslüman halk karta bir irqiy qirg'inchilik elib beryapti deganni
xalqqa anglatish, xalqni buningda qoyil qilish bunaydi tezki to'xtagan gap. Bizmiz ziyorat qilgan chig'imizda hatto u davlatlarda eng cho'ng musulmon tashkilotlar bu Amerikaninki bir nimasi emasmi, o'yini emasmi? Xitoyda bundaqni bo'lmayotdi. Bizga kelgan ma'lumotlar manda Xitoy elchixonasining olgan ma'lumotlarimizda u yerdagi musulmonlar yaxshi yashayotdi. Ularninki butun diniy erkinligiga hurmat qilinyapti deb oshundoq biz bilan shundoq talashlash bo'lgan. Shu biz u ziyorat qilgan chig'imizda bek ümidsizlengendik. Bu muşundaq mı bulamda afsuslangandıqda muşundaq mı bulamda musulmon andikin biz ulağa buluvatkan vaqalarni anglatdık. Xitoyning o'zininki hujjatlariga o'zining chiqargan qarorlarini ulağa dedik. Mundaq Xitoy deyotdi mani. Ma ilingan rasmlar bu Xitoyninki o'zlarininki internet torbatlaridan ilingan rasmlar ma xabarlar o'zlarininki torbatlarida chiqqan xabarlar deb desek, onun dikinze bazılarınki biraz nimesi o'zgargan bo'ldi. Hatta eng cho'ng o ismini atmay eng cho'ng musulmon tashkilotininki u yerdagi mas'ullari shundaq Xitoyninki nimasini yipini qilib, Xitoyninki nuqtai nazaridan bu masalani biz bilan tortishgan. Aning dikinze bu suhbatlarning oxirida hatta bu so'radi. Biz Dünya Uyg'ur Kollektivining hay'atidan biz şu men Turg'unjon Hojim, onun dikinse İlshad Hasan bir hay'at bo'lib qolgan Dünya Uyg'ur Kollektivining hay'ati bo'lib Indoneziya, Malayziyani ziyorat qilgan. Shu ziyoratimiz jarayonida biz bek hayron qoldik. Yani bu Xitoyninki qandoq bu yerda tashviqotni qanday ilib berayotganligi haqida. Bularni hozir mushunimi o'zgardi. Mushu bizningki faoliyatlar, uningki mushu musulmon tashkilotlari bilan hamkorlashib turib, ularni qo'zg'ab, ular bilan jiddiy bir bo'libmi bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishining u yerda ba'zi projelari bo'ldi. Shu projelarni biz moddiy, ma'naviy jihatdan qo'llash orqali nurg'un hareketlerini ilib bordik. Masalan, Indoneziyada şu maşinada şəhərdən şəhərə berib şu yaş aktivistlar bizning masalani şu minib turib mashina bilan şəhər aylanib turib buni anglatdi. Mechitlarga berib buni anglatdi. Chunki Indoneziyada eng ko'p mechit bor dunyodagi musulmon bir davlat. 280 bin mechit bor Indoneziyada. Bu mechitlarga berib mechitlar degani ichib turib, şu musulmonlarninki buningga bo'lgan qarshi hozir boshqacha bo'ldi hamda haqiqatni ko'rishga boshladi. Shuning uchun hamda bu faoliyatlarni texnik kuchaytsak, bu davlatlarni u yerdagi siyosatchilarni asta-asta harakatga kirdi. Masalan, Malayziyada hozir ba'zi parlament a'zolari bor, biz bilan munosabat qurayotgan, biz bilan so'zlashayotgan va bu masalani o'tirib qo'yayotgan o'zlarininki shu parlamentdagi do'stlariga anlatıvatkan, bir ish qilaylik deyotgan insonlar kuchayyapti, ko'payyapti. Shu orqali biz u yerdagi harakatlarimiz orqali musulmon davlatlarda birlikda harakat boyanmi deb o'tganimdek birlikda bo'libmi ular masalan indoneziyaliklar bu Avropada, Amerikada qanday faoliyat ilib berayotgan bu yerdagi tashkilotlarninki qanday natija olganligini bularni ko'rib bularning tajribalarini biz mundaq qilsak bo'ldi ekan, molani qilsak texmi unumli bo'ldi ekan degan nima bir nimaga keldi, xulosaga keldi. Shunga o'xshash Avropadan borganlarmi ularning ilib berayotgan faoliyatlarini Avropadan, Amerikadan borgan islom tashkilotlari ularninki o'z davlatlarida ilib berayotgan faoliyatlarini ular tafsiliy tushundirgandan keyin ulardan biz mundaq qilsak texmi unumli bo'ldi ekan degan bir yaxshi bir xulosa bir natija ilindi. Siz degandek biz bu nimani davomlashtiramiz. Bu qurilish jarayoni desak bo'ldi buni. Endi bu bir e'lon qilindi. Hamkorlashadiganligimizni e'lon qildik. Shunda bir birlik vujudga keltirilganligimizni e'lon qildik. Buningki
qurg'uchi a'zolari bo'ldi. Mushu 22 tashkilot hamdi mushu birlikninki. Ammo bu hamdi boshqa tashkilotlarmi buningga qo'shilishga qo'shilyotidi. Bundan keyin texmi ko'p bu kuchaydi. Buningki dunyo miqyosida faoliyat ilib boradigan bir birlikka aylanyapti desak bo'ladi. Ko'p rahmat. Demisam Xitoy milliardlab dollar xarjlab o'ziniki obrazini yaxshilash uchun bu Uyg'urlarga Tibet, Mo'ng'ol, Hongkongliklarga qilayotgan bu zulmini, bo'lib bu Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligini hargizmi yapolmaydi. Borgan sari Xitoy yoshirgan sari dunyo buni borgan sari uchuq tunib yetishga haqiqatning qandoqligini bizniki aktiv tashviqotchilar, shundaqla tashkilotlar bo'lib dunyo Uyg'ur qurultayining Uyg'ur masalasini dunyo musulmonlari va har qaysi davlatlarga uzluksiz anglatish orqali texmi cho'ng bir natijalarga erishyapti. Buning uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida keng Uyg'ur jamoatchiligiga deydigan qo'shimcha so'zlaringiz bormi? Buni bo'lsa bir anglasak, aniq qanday bir chaqiriq talablaringiz bor? Marhamat. Voy, rahmat. Endi yaxshi bir gapni qildingiz. Masalan, Uyg'ur faoliyatchilari shu masalani anlatdi, dunyo buni borgan sari anglayapti deb. Endi biz shu nima kun tartibi tutib turishimiz kerak shu masalani, bizningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini. Shuning uchun bu faoliyatchilar Uyg'ur dunyoning har qaysi davlatlarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur faoliyatchilar o'zininki faoliyatlarini texnik kuchlantirish kerak. Chunki hozir bu Beijing Olimpiki shunchalik harakatlarga qarshimi, bu Beijing Olimpiki hozir davomlashyapti. Tan harakatchiligi, Olimpik tan harakatchiligi. Buni garchi ba'zi bu nurg'unlagan davlatlar boykot qilgan bo'lsa-mu, bu hamdi ichildi hamdi dunyo bu Beijing tan harakat, Olimpik tan harakatchiligi. Buningki oldini ololmay qoldik. İlish mumkin bo'lmadi. Siz boyam deb o'tdingiz, buni biz xalqlarni texmi mushun tushuntirishimiz kerak. Biz elaqa o'zligidan bu xalqlar harakatga o'tdi, bizga qarshi qirg'inchilik bo'lyapti. Bo'lgandiki butun dunyoda bu matbuotda chiqyapti. Hamma xalq bilyapti. O'zlari harakat qiladi deb o'ylamasligimiz kerak. Chunki buni bilmagan hatto insonlar bor, bunga ishonmagan insonlar bor. Mushu Xitoyninki siz degandek nayt mablag' selishi, uningki nayt kuchli tashviqoti, milliardlarcha pul hajlayapti Xitoy hukumati. Masalan, biz musulmon mechitlarning yiqilayotganligi hammaga ma'lum. Shunda bo'lsa-mu Xitoy mushuni yapalagan gap. Mushuni musulmon davlatlariga boshqa yansa antalgan gap. Nimishga ham birisi deyli, masalan, pul kuchi bo'lsa-mu, yana birisi tashviqoti bilan. Chunki Xitoy u yerda Xitoyninki elchixonalari, o'sha islom davlatlaridagi nihoyat aktiv, bulardagi ko'rgazmalar ichayotgan gap. Bular shu musulmon, masalan, Indoneziyadagi musulmon tashkilotlarini Xitoyninki elchixonaning odamlari davomli ziyorat qilib turdi ekan, ularga ma'lumot berib turdi ekan. Bu nima butun musulmon davlatlarda davomlashyapti. Shuningga musulmon davlatlarmi Xitoyninki tashviqotiga ishonib qolgan ahvollarmi bor. Gerçi bir tarafdan maqsadlik bunda qilayotgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan davlatlar ommani qo'zg'ashimiz kerak. Omma xalqni qo'zg'ashimiz kerak biz. Chunki u davlatlar albatta Xitoy bilan manfaati bor nima qildi, lekin xalq ommasini biz qo'zg'ay olamiz, haqiqatni ularga uqtira olamiz. Hozir nurg'unlagan nima bor? Biz chunki biz haqiqat bizda, biz hech qachon yolg'on gap qilyapmiz, haqiqatni da'vatimiz. Shuning uchun biz haqliq bo'lganligimiz uchun bu maqsadimizga Alloh buyursa erishimiz, haqqa buni anglata olamiz. U anglatish uchun shu bir harakatni davomlashtirish kerak. Xitoy bu Olimpik tan harakat yig'inidan keyin balki texmi vahshiy siyosatlarini amaliylashtirishi mumkin. Chunki nurg'unlagan analizchilar bilan
so'zlashib gaplashgan chog'da bularning deyishicha Xitoy balki shu olimpikni men o'tkazib olay deb texi ba'zi qiladigan ishlarini qilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz texmi kuchli harakat qilishimiz kerak. Birlik, barabarlik ichida o'sha irqiy qirg'inchilikni dunyoga to'nitish va boshqa masalan bir qism davlatlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi, nurg'unlagan davlatlar e'tirof qilmadi. Birinchisi biz e'tirof qilgan davlatlarning shu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgandiki, shuningga asosan o'zininki mukallafiyat majburiyatlarini ado qilishini ve hareketga o'tishini, buni to'xtatish uchun hamda hareketga o'tishini qo'l keltirishimiz kerak. İkincisi, onun ikincisi bunu itiraf qilmaganlarni itiraf qildirish uchun tirishimiz kerak. Onun için bulup mu Müslüman dünyasida hamda kuchli harakat qo'zg'ab, ommani qo'zg'ab, hozir nayte qo'limizda nurg'un qural bor, masalan sosyal medya bor, ijtimoiy taratqular orqali bu nayte yaxshi bir qural, mushundan foydalanib. Undan keyin Avrupa, Şimal Amerika'daki Müslüman teşkilatlarını nayte güçlük hareket bu Müslüman teşkilatlarınki nayte güçlük hareketler kozguşunu kol keltiriş arkalık şu Müslüman devletlerindeki halklarga bu ijtimoiy taratqulardan foydalanish orqali u musulmon xalqni qo'lga keltirib, shu xalq orqali andikin hukumatlarga bisim ishlatishni bizim işlişimiz gerek. Bu hareket nima hükümetlerninki bir tedbir ilişini, şu avazını çıkarışını qo'lga keltirishimiz gerek. Şunun için biz başka nimalarni koyup hazır iş zamanı hemmimiz birlikte şu halkımızdaki qutuluş için, halkımızdan şu azaptan qutuluş için, halkımızdaki erkinliğini qo'lga keltirish için, halkımızdaki şu lagerlardaki halkımızdaki lagerlardan çıkışı için Xitoyni şununla mecburlaş için dünyadaki bütün dünyanı qo'zg'ab şu nimani qo'lga keltirishimiz gerek. Çünkü vaktimiz nayta az bizninki, Uyg'urlarniki hozirgi nimada agar Xitoy 5 yil bo'ldi hozir. Bu 5 yilda aşaydı 5 yil bo'ldi. İşte bu irqiy qirg'inchilikni yurgizayotganligiga. Bizninki necha milyon halkımız hozir lagerlarda. Neçe milyon Uygur perzentlerini Xitoylashtirish için Xitoyninki bu nimalarga olib ketdi, yasliydan tortimda olib ketdi. Biz bir yo'qolib ketish oldida turayotgan bir xalq biz. Mushuni bir tushunishimiz kerak. Biz hamma Uyg'ur, hammalar hozir ba'zilar normal bir sharoitda yashayotgandek yashayotdi. Bundaq emas, biz irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan bir xalq. Biz normal bir ahvolda bo'lmasligimiz kerak. Bütün diqqatimizni xalqimizni qandoq qutqizish, mushu irqiy qirg'inchilikni qandoq to'xtatish uchun shuningga berishimiz kerak deb o'ylayman. Bizningki bütün aktivistlarimizningki, xalqimizningki mushuni albatta bular tushunadi. Mushu harakatlarni texnik kuchlantirish, birlik, barabarlik ishida harakat qilish, bir-birimizga qarshi hozir harakat qiladigan bir ahvolda emas biz. Xalqimiz yo'q bo'lib ketish girdoviga duch kelgan bir nimada biz bir-birimiz bilan talash tortishni bir tarafga qo'yib, shuni bütün diqqatimizni xalqimizga qaratilgan bu irqiy qirg'inchilikni qandoq to'xtatamiz, xalqimizni qandoq qilib qutqizib qolamiz, qandoq qilib o'sha o'zininki erkinligiga, mustaqilligiga erishtiramiz degan nimani shunga markazlashimiz kerak. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat ahamiyatli ham cho'nqur mazmunli so'zlab berdingiz. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Biz sizning xizmatingizga shundaqla UHRP Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki xizmatlariga texnik cho'ng utuqlarni tilaymiz. Şunun bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Sayfimizni texmi yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlikni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.